bundan 5 yil, 10 yil oldin urfda edi. Ha, ko'rdim. To'q chig'ir rang, chiroyli naqshli eshik. Rostdan bir necha yil oldin juda urfda bo'lgan. Lekin hozir ham klassik stilni yoqtiradiganlar uchun ajoyib tanlov. Sizningcha qaysi xonaga ko'proq mos keladi? Buni ko'pincha yosh kattalar tanlaydi. Mana kirchimi oldi, rangiga qiziqib tanlaydi. Tushunarli. Yosh kattalar odatda mana shunday to'q ranglarni, mustahkamlik va an'anaviy dizaynni tanlashadi. Bu ularning didi va tajribasidan dalolat. Yana qanday eshiklar bor ko'rsatadigan? Eshiklar juda ko'p edi. Jimini mana ishlar tagida taylanib qolib ketib qolgan. Taylarda turibdi. Taylarda bor. Mana bu eshik haqida nima deysan? Bu eshik rostdan ham e'tiborni chortadi. Murakkab naqshlari va tepasidagi noodatiy detal unga o'ziga xos qirollik ko'rinishini beribdi. Oq va to'q ranglar balansi juda ham chiroyli chiqqan. Sizningcha qayerga qo'yilsa eng zo'r ko'rinadi?